Yangi O'zbekiston islohotining tamal toshi ta'lim sohasiga qo'yilishdan boshlangani rost. Maktabgacha ta'limdan to oliy ta'limgacha bo'lgan tizim butunlay yangi platformada ishlay boshladi. Bu bilim oluvchilarni ham, kasb egalarini ham birdek harakatga keltirdi. Islohotlarga xususiy sektorning kirib kelishi esa raqobatni oshirmoqda. Xususiy oliy ta'lim bu ta'lim olamidagi yaxshi hayotni ta'minlovchi eksklyuziv imkoniyat. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan xususiy sektorga berilayotgan e'tibor natijasida respublikamizning barcha hududlarida xususiy oliy ta'lim muassasalari faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Andijon viloyatida ham bir nechta oliy ta'lim dargohlari mavjud. Ularning faoliyati bugungi kunda o'zini oqlayapti. Dolzarb mavzuyimizning obyektivi bugun aynan xususiy oliy ta'lim muassasalarining faoliyatiga qaratiladi. Qo'qon universiteti Andijon filiali bunga misol. Oliygohda 6621 nafar talaba 14 ta yo'nalishga o'qitilmoqda. Bulardan tibbiyot, biznes, marketing va IT kabi zamonaviy kasblar ham o'rin olgan. Bakalavrdagina emas, sirtqi, masofaviy ta'lim shakllarida tahsil olish imkoni yaratilgan. Talabalar universitetning o'zidan grant olish imkoniga ega. Qanday qilib deysizmi? Bunda universitetni a'lo baholarga o'qigan, ilmiy tadqiqot va ma'naviy ma'rifiy faoliyatda namunali ishtirok etganlar, respublika hamda viloyat fan olimpiadalari va tanlovlarda peshqadamlar uchun 25, 50 hamda 100% grantlar beriladi. 2024-2025 o'quv yilidagi ilg'orlar jami 5 milliard 940 million so'mlik grantlarni olishdi. 100% ga munosib topilgan talabalar o'qish jarayoni yakunlanib, to qo'liga diplomini olgungacha bepul tahsil oladi degani. Kvotalarning soni cheklanmagan, imtiyozlar davomiy. Universitetning jami 4 ta o'quv binosida 142 ta auditoriyalar mavjud. 120 sig'imga ega 27 ta ma'ruza zallari, 74 ta seminar va amaliy mashg'ulotlar xonasi, 39 ta laboratoriyalardan ta'lim jarayonlarida foydalanilmoqda. Simulятsion markazlar tibbiyot yo'nalishi talabalari uchun xizmat ko'rsatyapti. Barcha o'quv xonalari alohida dizaynda ishlangani e'tiboringizni tortadi. Zamonaviy jihozlar, axborot kommunikatsiyalari bilan ta'minlangan. Sharoitni yaxshilash bilangina cheklanib qolingani yo'q. Faoliyat yangi bo'lganligi uchun pedagog kadrlarning salohiyatlilarini tanlash masalasiga ham e'tibor qaratilgan. 2 yil ichida ilmiy salohiyat 34,1% ga oshirildi. Mana natija. Bizning universitetimizda xususiy ta'lim muassasasi bo'lishiga qaramasdan masofaviy ta'lim shaklini da talabalarda tahsil olayotganligida. Shu bilan birga universitetning asosiy missiyasida demak fan, ta'lim, ishlab chiqarish, integratsiyani uzviy aloqadorligini ta'minlash maqsad qilingan. Ana o'shani inobatga olgan holatda biz birinchi kurs talabalarimizdan o'quv jarayoni jadvallariga asosan demak fan, ta'lim, ishlab chiqarishni ta'minlash nuqtai nazaridan deyarli barcha ta'lim yo'nalishlarimizni demak ishlab chiqarish korxonalarida amaliyotlarni tashkil etishi bilan afzalligini keltirib chiqaryapmiz-da. Bir vaqtning o'zida bo'ladi. Demak u bir vaqtning o'zida amalga oshirilyapti. Ham o'quv jarayoni, ham demak amaliyot jarayonlari. Mana bugungi kunda ham ayni paytda o'sha tibbiyot ta'lim yo'nalishlari talabalarimizni shunday jarayon keltirganmizki, har demak uzluksiz ravishda amaliyotlarni tashkil etish maqsad qilingan. Shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Qo'qon universiteti Andijon filiali bu faqat birgina universitetning o'zi emasda. Universitetni biz klaster deb tasavvur qilishimiz kerak. Nima uchun fan ta'lim ishlab chiqarish integratsiya qilingan?
Chunki universitetimizni tarkibida yoki klaster tarkibida universitet bo'lsa, demak davom etadi. Demak, tibbiyot ta'lim yo'nalishlari talabalarimiz uchun bevosita amaliyot bazalari o'zimizni demak korporatsiya negizida tashkil etilgan. Ya'ni aytib o'tishimiz kerakki, universitet tarkibida ayni paytda talabalarda amaliyot bazalari demak Family Med xususiy klinikasida, demak Baby City bolalar klinikasida, bu yerda pediatriya ta'lim yo'nalishlari, davolash ta'lim yo'nalishlari talabalari ham o'quv jarayonini olib boradi, ham bir paytda o'zida amaliyot. Ana endi shu bilan birga farmatsiya ta'lim yo'nalishini talabalari, farmatsevtikada o'qiyotgan talabalar demak yana bir asosiy binoyimizda joylashgan xususiy laboratoriyalarimizda dori darmonlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi, demak ularda analiz, sintezdan o'tkazuvchi laboratoriyalarda bevosita demak amaliyotlarni ham o'quv jarayonlarini olib boradi. Endi bu jarayonlarni amalga oshirish jarayonida aytib o'tish kerak, yuqorida aytilayotgan ishlab chiqarish korxonalarida uzoq yillardan beri mehnat faoliyatini olib borayotgan amaliyotchi pedagog kadrlarni ham biz o'quv jarayoniga jalb qilganmiz. Bir paytda o'zida u demak u yerda faoliyat olib boradigan bo'lsa va bir paytda o'zida bizga ham amaliyotga rahbarlik amalga oshirib beradi va bir paytda o'zida binar ma'ruzalarda mahorat darslarini tashkil etadi. Va eng asosiysi ularda 0.25 yoki soatbay hajmda biz ishga qabul qilganmizki, talabalarni amaliyotini ham o'quv jarayonida birgalikda olib borish uchun. Shunday bo'ladi, ba'zi hollarda o'sha xususiy oliy ta'lim muassasalariga ba'zi insonlar orasida ishonchsizlik ham borda. Ta'lim jarayoni qanday o'tiladi, balki befarqlikdir, xususiy degani bu haligi erkin degandek tuyuladida, lekin xususiy oliy ta'lim muassasasi ham o'sha kelib chiqadigan me'yor talablaridan albatta xabardor bo'ladi va o'sha me'yoriy hujjatlarini joy-joyiga qo'ygan holatda davlat oliy ta'lim muassasalarini standartlari, ya'ni talablariga javob beradigan holatda faoliyatini olib boradi. Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, aynan xususiy oliy ta'lim muassasasini yana bir afzalligi bo'ladi. Bu o'sha bugungi zamon kasblarini talabidan kelib chiqib, yoshlarni, ya'ni ta'lim oluvchilarni talabidan kelib chiqib, dars jadvallarini tuzadi, fan yo'nalishlarini o'sha o'quv rejalari qatoriga qo'shadi. Sizlarda ham aynan mana shu talablarga qanchalik e'tiborga olingan? Ha, bu jarayon albatta ayni paytda bilasizmi, fuqarolarni, ya'ni aholimizni ongida hali ham xususiy oliy ta'lim muassasasi sizga o'qishga topshirsa kiradida yoki bo'lmasa kontraktni to'lasa o'qiydi degan tushunchalar bizni haligacha qiynayapti-da. Bu jarayonlarni amalga oshirish oson bo'lmayapti. Insonlarni, xalqni, ommani, sodda xalqimizni fikri xayolini o'zgartirish qiyin bo'lyapti. Endi shu o'rinda aytib o'tish kerakki, O'zbekiston Respublikasida konstitutsiya bor. Konstitutsiyada har kimda bilim olish huquqi kafolatlangan. Shu bilan birga uni asosida O'zbekiston Respublikasining yagona ta'lim siyosatini olib boradigan ta'lim to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Demak, bu qonun xususiy oliy ta'lim muassasasi bo'ladimi yoki davlat oliy ta'lim muassasasi bo'ladimi, demak bo'ysunadi va unga bo'ysunishga majbur. Endi mana shu yuqoridagi me'yoriy hujjatlar asosida respublikamizda ta'lim siyosati shu darajada olib borilyaptiki, bu jarayonda barcha oliy ta'lim muassasasiga yaratilayotgan davlatdan tashqari balki xususiylarga ham bu imtiyozlar berilyapti-da va bu imtiyozlar o'z-o'zidan raqobatni keltirib chiqaradi. Kelajakda respublikada yuqori malakali kadrlar tayyorlashga zamin yaratadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, yuqoridagi me'yoriy hujjatlar zamirida biz 14 ta ta'lim yo'nalishida hozir kadr tayyorlayotgan bo'lsak, 14 ta ta'lim yo'nalishidagi kadrlarimiz davlat namunasidagi diplom oladi. Demak, bu diplomda asosi shu yo'nalishlarda me'yoriy hujjati, ya'ni o'quv dasturlarida, ya'ni ta'lim dasturlari deb yuritiladi. Demak, ta'lim dasturlari bu nimani o'z ichiga oladi? Demak, shu ta'lim yo'nalishini malaka talabini o'z ichiga oladi, o'quv rejasini o'z ichiga oladi. Demak, mana bu me'yoriy hujjatlar o'z-o'zidan yuqoridagi davlat oliy ta'lim muassasalari bilan hamohanglikda bizda ham o'qitilyapti-da. Chunki biz xususiy oliy ta'lim muassasasi bo'lganimiz bilan davlatning ta'lim siyosatiga albatta bo'ysunamiz va bu siyosatni biz qo'llab-quvvatlaymiz.
Universitet ta'lim klasteriga aylandi. Sabab har bir ta'lim yo'nalishining amaliyot bazasi bor. Birinchi bosqichdanoq talabalar nazariyot bilan amaliyotni teng o'zlashtiradi. Biz birinchi kursda talabalarga shunaqa imkoniyat berdikki, siz kelajakda qaysi demak yo'nalishda yoki qaysi sohani tanlaysiz. Kimdir aytdi, men xirurg bo'laman dedi. Kimdir ginekolog bo'laman dedi. Kimdir lol bo'laman dedi. Kimdir okulist bo'laman dedi. Demak, mana bu jihatlarda so'rovnomalar asosida o'rganganimizdan keyin albatta talabalarni ularning so'roviga asosan obyektlarga shunday jo'natildi. Va bu obyektlar bilan biz o'zaro shartnomalar tuzdik va bu shartnomalar asosida mana bu talabalarni amaliyot bazalariga joylashtirdik va u albatta o'zini natijasini berdi. Ana endi u birinchi semestrda bergan natijaga qarab turib, ikkinchi semestrda o'quv jarayonimizni demak amaliyotlarni uzluksiz tashkil etishimiz kerakligi haqida yana bir qaysidir ma'noda yangilikka kiritishga harakat qildik va bu jarayon hozir amalga oshirilyapti. Bugun o'sha davr rivojlanyapti. Dolzarb mavzular ko'payib boryapti. Albatta. Texnika rivojlanyapti va o'sha qatorida kasblar ham zamonaviylashyapti. Sizlar aynan o'sha ta'lim jarayonlariga qaysi zamonaviy kasblarni integratsiya qildingiz? Ha. Biz bilasizmi, men yuqorida aytib o'tib ketdim, 14 ta ta'lim yo'nalishi universitetda kadrlar tayyorlayapti-da. Bu kadrlar demak yo'nalishlarda biz boshida universitetga yo'nalishlarda taklifini berayotgan paytda avvalo shu kadrlarga bo'lgan ehtiyoj o'rganildi. Ehtiyoj qayerlarda? Asosan Farg'ona vodiysida. Vaholanki bizda hozir tahsil olayotgan talabalar faqat vodiy viloyatlari talabalari emas, balki 12 ta viloyatlardan talabalarimiz borda. Yo'nalishlarda demak kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarni o'rganishimiz natijasida yuqoridagi aytib o'tilayotgan 14 ta yo'nalish, ya'ni ayni paytda bugungi kun zamon talab etayotgan yuqoridagi o'sha tibbiyot ta'lim yo'nalishlari nuqtai nazaridan o'sha davolash ishi, farmatsiya ta'lim yo'nalishi, pediatriya ta'lim yo'nalishi va shu bilan birga stomatologiya ta'lim yo'nalishlari. Bularda xususiy klinikalar ko'p. Tibbiyot oxirgi paytda rivojlandi va bunga o'z-o'zidan kadrlarga bo'lgan ehtiyoj ham paydo bo'ldi. Vaholanki o'sha tahsil olayotgan talabalarni oilaviy muhiti yoki bo'lmasam o'sha dastlab o'sha o'rta maxsus kasblar ta'limida o'qigan paytda tibbiyot muassasalarida tugatganligi demak ehtiyojni keltirib chiqadi. Va o'shanga zamonga hamohang ravishda biz mana bu yo'nalishlarga talabni berdik va bu yo'nalishlarda kadr tayyorlash imkoniyatimiz yaratib berildi. Endi undan tashqari ijtimoiy yo'nalishlar, demak pedagogik yo'nalishlar, aytib o'tish kerak iqtisodiy yo'nalishlar, iqtisodiyot, moliya. Demak, bugungi kunda o'sha jamiyatda asosini tashkil etayotgan iqtisodiyot, bevosita ijtimoiy faoliyat shiddat bilan rivojlanyaptiki va u yo'nalishlarda, u sohalar uchun ham bugungi kun talabaga javob bera oladigan kadrlarga ehtiyoj bor-da. Va bular albatta respublikamizda, xususan o'sha Farg'ona viloyatida faoliyat olib borayotgan iqtisodiy soha obyektlarini ehtiyojidan kelib chiqib kadrlar tayyorlashga o'tildi. Shu bilan birga umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qituvchilar yetishmoqchiligi, ayniqsa til bilish darajasi, tillarga bo'lgan e'tiborni kuchayish natijasida demak o'sha o'zbek tilini yoki bo'lmasam rus tilini, rus filologiyasi yoki bo'lmasam ingliz tilida dars beradigan o'qituvchilarga ehtiyoj sezildi. Birinchi kursdan boshlab to demak bakalavriatda 4 yil bu yo'nalish o'qiydigan bo'lsa, shu jarayonda har bir bitirayotgan talabalarimiz, bitiruvchi talabalarimiz qo'lida sertifikat bilan bitirib chiqib ketishini o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Va bu maqsadni amalga oshirishda hozirgi kunda 20 dan ortiq fan to'garaklari bepul talabalarimiz uchun faoliyati yo'lga qo'yildi. Bularning orasida aytib o'tadigan va u maqtanadigan jihati ham bor-da. Hozir universitetimiz o'zida 800 ga yaqin xalqaro sertifikatga ega bo'lgan talabalarimiz o'qishga qabul qilingan va bularni o'zini nima deydi, qaysidir ma'nodagi xohish irodasidan kelib chiqqan holatda o'ziga o'xshagan talabalarga til bilish kurslarini bepulga demak o'qitayotganligi bu tahsinga loyiq narsa-da. Va bu o'z navbatida talabalarimizni demak o'sha rahbariyatimiz, universitetda rahbariyatimiz, ta'sischilarimiz tomonidan shu talabalarni moddiy manfaatdorligini ham ta'minlanayotganligiga olib keladi.
analitik kimyo fani, organik kimyo fani, fiskaloid kimyo fanlaridan ayrim tajribalarni o'tkazib, shu yerdagi bo'layotgan jarayon bilan tanishib borishadi. Masalan, analitik kimyo fanidan ayrim kationlar, anionlar sinfiga mansub bo'lgan turli xil analizlar olib boriladi. Shu bilan bir qatorda organik kimyo fanidan biz organik sintez qilinishi mumkin bo'lgan, ya'ni masalan aspirin sintezini amalga oshirishimiz mumkin. Aspirinni sintez qilishni usullarini o'rganishadi, qanday sharoitda olib borishini o'rganishadi. Fiskaloid kimyo fanidan bo'lsa, fizikaloid kimyo jarayonida, ya'ni protsessda bo'ladigan jarayonlarni ayrim fizik tadqiqot usullari turli xil apparatlarda tekshirib boriladi. Bularni ular obdon o'rganib, o'zlarini xulosalarini chiqarishadi. Yetuk mutaxassislar bularga ko'proq yaqindan yordam beradi va ular o'zlarini ushbu tajribalardan olgan xulosalarini daftarlarga qayd qilib borishadi. Endi ko'proq bu laboratoriyani foydali tomoni shundaki, laboratoriyada ko'pchilik, ya'ni farmatsevtikada foydalanilayotgan dori vositalaridan foydalanish, qanday tartibda foydalanish, bularni qay darajada sintez qilish usullarini ular o'rganishadi. Tahlil qilishlarida, tajriba olib borishlarida mana shu amaliyotni qo'llanilishi jarayonga moslashishi va o'z ko'zi bilan ko'rish sharoitini yaratib beradi. Ha, shunday. Ularni bilimlarini oshirishda qanchalik qo'l kelyapti? Endi nazariy bilimlarini biz o'zi qo'li bilan ushlab, ko'zi bilan ko'rib, ushbu jarayonda qatnashish davomida nazariy bilim bilan amaliyot chambarchas bog'lanib integratsiya amalga oshiriladi. Bundan talaba o'ziga yaxshi, kerakli, foydali maslahatlarni olib, o'zi ko'rib, ushlab, yaxshi foyda oladi-da. Buni kelajakda o'zini kasbida, ya'ni farmatsevt bo'lishida juda katta ahamiyati bor. Shu yerlarda jarayonlarda qatnashib, talabalarning albatta qiziqishi oshadi, chunki o'z ko'zi bilan ko'rgan baribir boshqa, tajribada sinagani, o'sha siz aytgandek ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ushlab, uni tajriba sinovidan o'tkazgani boshqa baribir. Shu yo'nalishda ilmiy ish qilmoqchi bo'lgan talabalar ham kuzatilyaptimi? Fan nuqtai nazardan kerakli mutaxassislar, ya'ni kafedramizda bir qancha ilmiy ishlar bilan o'zini qiziqishini orttirib, bir qancha kafedramizda shu 6 nafar ilmiy ish yo'qlagan PhD darajasini olgan dotsent domlalar bor. Ular bu talabalarga o'zlarini kerakli maslahatlarni berib boryapti. Ayniqsa hozir talabalarimiz shu bilimlarini mustahkamlash maqsadida turli xil viloyat miqyosida, respublika miqyosida, xalqaro miqyosda konferensiyalarga qatnashib, o'zlarini ilmiy mavzulari bo'yicha dokladlar qilib, bilimini oshirib borishmoqda. Bularga shu bizni ustozlarimiz yaqindan yordam berib, ularga rahbarlik qilib kelmoqda. Mazkur laboratoriyani jonli jarayon desak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda talabalar o'sha amaliyot darslarini olib borishadi va tahlillar qilishadi. Qolaversa, umuman olganda mana shu farmatsevtika yo'nalishida tahsil olish jarayonida dorilarning kimyoviy tarkib tuzilishi va kimyoviy ta'sir doiralarini o'rganishmoqda. Binoyimiz bevosita pediatriya ta'lim yo'nalishi uchun maxsus qurilgan, bitkazilgan. Bu yerda o'sha bir paytda o'zida o'quv jarayonlari tashkil etiladigan, mana ko'rib turganingizdek auditoriyalar, tegishli jihozlar bilan jihozlangan. 2-chi, 3-chi, 4-chi etajlarda xususiy klinika joylashgan. Va bu klinika nima beradi universitetimiz talabalari uchun? Demak, olgan mana bu yerdagi auditoriyada olgan nazariy bilimlarni bevosita amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini beradi. Va yana bir narsa, demak, ayni paytda mana bu hashamatli binoda nafaqat bizni universitetimizni professor o'qituvchilari faoliyat olib boradi, balki haqiqiy amaliyotchi shifokorlar faoliyat olib boradi. Bir paytda o'zida nazariyani va amaliyotni mana shu dargohda tashkil etadi. Faqat mulyajlar asosida emas, ko'rgazmali qurollar asosida emasda, ayni paytda tirik organizm. O'sha pediatriya ta'lim yo'nalishlari mana yuqorida hozir guvohi bo'lamiz. Bir paytda o'zida talabalarimiz olgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etib, shifokorlar bilan birga, professor o'qituvchilarimiz bilan birga, demak, aynan yosh bolalardagi kuzatilayotgan kasalliklar haqida
o'rganayotganini guvohi bo'lamizda. Mana shu narsalar nazariyani va amaliyotda uyg'unligini va bir paytda o'zida biz oldimizga qo'ygan dual ta'lim tizimini joriy etilayotganligidan dalolat beradi. Har bir soha mutaxassisligidan kelib chiqib, vodiy viloyatlaridagi mavjud korxona va tashkilotlar, tibbiyot muassasalariga talabalar biriktiriladi. Egallaydigan sohasini ilk qadamidanoq tushunadi, ko'radi, o'rganadi. Bu albatta jarayonlarga kirishishdagi salohiyatini oshiradi mutaxassisda. Qisqa qilib aytganda, bugun amaliyot so'zlayapti. Biz hozirda amaliy olgan bilimlarimizni bog'chalarga borib, integratsiya qilgan holda o'rganmoqdamiz. Biz ustozlarimizdan o'rgangan bilimlarimizni bolajonlarda amaliy bolalar bilan qanaqa muloqotda bo'lish kerak, ularga qanaqangi yondashish kerak, ularning chunki xarakterlari har xil, biri agressiv, biri kirishuvchan, biri o'ta injiq. Shunaqangi holatlarda biz nima qilishimiz kerak? Shu masalalar oldinga qo'yilgan va biz tarbiyachilarni bolalar bilan ishlash jarayonlarini ko'rgan holda bilimlarga ega bo'lmoqdamiz. O'sha holatda biz o'zimizni qanday tutishimiz kerak? Biz shu jarayonlarni ko'rib, biz ham shularni o'rganib, o'zimizda tajriba orttirish maqsadida kelib ishlayapmiz. Men hozirda juda yangiman, bu sohaga endi kirib keldim. O'zimni shu sohaga endi bag'ishladim, chunki bu sohani juda yaxshi ko'raman, bolalarni juda yaxshi ko'raman. Lekin bu fanga bo'lgan qiziqish yanada menda ortyapti. Bog'chaga kelganimizda tarbiyachilarni ko'rib, ularning ish sohalarini ko'rib, ishlash jarayonlarini ko'rib, yanada kasbimga bo'lgan muhabbat yanada yuksak darajada shakllanyapti. Men bundan juda ham xursandman. Yanada o'zimni shu sohaga bag'ishlashga, yanada ta'lim olib, bazalarimni kengaytirish maqsadida o'qib kelmoqdaman. Qo'qon universiteti Andijon filiali xalqaro hamkorlik doirasida xorijning nufuzli oliy ta'lim muassasalari, xalqaro tashkilotlar va ularning O'zbekistondagi vakolatxonalari bilan ta'limga, talabalar va pedagog kadrlar almashinuviga oid 111 ta shartnoma hamda memorandumlar imzolashga erishdi. Turkiya davlati bilan amalga oshirilayotgan demak shartnomalarimiz bor. Shu bilan birga Hindistonning o'zi bilan mana kechagi kelgan demak bizga tashrif buyurgan mehmonlardan o'zlaridan taklif tushyapti-da. Nima uchun? Ular aytayapti, o'sha chet davlatda demak o'sha to'lov kontrakt summasi 8 ming 10 ming dollar atrofida ekanda. Hindistonda o'zida o'zini fuqarolari uchun hamda vaholanki bizni universitetimizda undan 2 barobar kam desa ham bo'ladi-da. Demak bu chet ellik talabalarga O'zbekistonda o'qish imkoniyatini beryapti va ularga bu qaysidir ma'noda qulaylik tug'diradi. Sharoit ham bir-biridan unchalik farq qilmaydi. Albatta, zamonaviy barcha uskunalarga ega. Sharoitni aytib o'tishyapti. Mana juda ko'p, deyarli har kuni biz mehmon qabul qilayotgan bo'lsak, bo'lib ham xalqaro darajadagi mehmonlar kelyapti-da. Haqiqatda o'sha xorijiy tajriba universitetda singanligi, professor o'qituvchilarni ham ish jarayoniga qabul qilish o'ziga yarasha talablarda asosida amalga oshirilyapti-da va bu o'sha qaysidir ma'noda sifatni, ta'lim samaradorligini ta'minlashga bugungi kunda xizmat qilyapti. To'g'ri, milliy tajriba, milliy amaliyot bugungi kunda albatta har bir jabhada ko'rinishi kerak. Lekin faqatgina milliy tajribadan foydalanish bu o'zining qobig'iga o'zi o'ralashib qolish degani. To'ppa-to'g'ri. Demak, bizga ko'plab sohalarda xorijiy tajribalar amaliyotimizga kirib boryapti va bu o'sha ta'limda ham o'zini namoyonini ko'rsatyapti. Aynan sizlar ham faqatgina o'zingizni yoki o'sha milliy tajribalarni uyg'unlashuvi sifatida xorijiy hamkorlar bilan ham o'sha ta'lim yo'nalishidagi ishlarni yo'lga qo'yyapsizmi? Bugungidagi ishlar va kelgusidagi rejalar qanday? Demak, har qanday oliy ta'lim muassasasini asosiy maqsadi demak faqat o'quv jarayonini tashkil etish emasda. Bu yerda bir paytda o'zida o'quv jarayoni, ilmiy tadqiqot faoliyati va shu bilan birga ma'naviy ma'rifiy faoliyat. Mana bu sohalarning integratsiyasi, bu sohalarni birgalikda hamohang olib borishi o'zini natijasini beradi.
Endi oliy ta'lim muassasalarida asosiy o'ziga yarasha bo'lgan jihatlardan biri ilm. Yuqorida siz aytayotgan jihat ya'ni xorijiy tajriba. Haqiqatda biz o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadlardan bittasi albatta xorijiy tajriba. Ayni paytda 20 dan ortiq xorijiy davlatlar bilan hamkorlik yo'lga qo'ydik. Bu bir paytda o'zida. Mana kuni kecha o'tkazilgan xalqaro konferensiyada ham 10 dan ortiq xorijiy davlat vakillari ishtirok etdi-da. Mana bu jarayonda ular o'zini ma'ruzalari bilan ishtirok etdi. Bu yerda bir paytda o'zida ilmiy tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanayotgan yosh mustaqil izlanuvchilarimiz, doktorantlarimiz, tayanch doktorantlar va shu bilan birga talabalarimizni ishtirok etganligi tahsinga loyiq. Va ayni paytda yuqorida men aytdim, xorijiy sertifikatga ega bo'lgan talabalar bevosita shu xorijdan kelgan mehmonlar bilan to'g'ri muloqot qilganligi ularda lor qoldirdi-da. Endi yana xalqaro hamkorlik doirasida nimalar amalga oshiryapmiz? Aytib o'tish kerak. Bugungi kunda universitetda demak xalqaro hamkorlik doirasida 25-yilda fevral oyida demak 5 nafar professor o'qituvchimiz Indoneziyaning Gunadarma universitetida demak qayta tayyorlash va malaka oshirishdan o'tib ketdilar. Va u yerda tegishli mahorat darslari, seminar, treninglar bir paytda o'zida tashkil etildi. Birgina Indoneziya misolida aytishim mumkin-da. Va xalqaro shartnoma tuzildi va bu yerda professor o'qituvchilarni almashinuvini amalga oshirish, shu bilan birga talabalarni almashinuvini amalga oshirish haqida demak memorandumlar imzolandi. Ta'limda investitsiya degani bu. Bu o'z-o'zidan bugungi kunda talabi yuqorida aytgan o'sha siz mahalliy jarayonga e'tibor berishdan xalqaro darajaga chiqish bugungi kunda vazifasi va bir paytda o'zida u faqat aloqani o'zigina emasda, oliy ta'lim muassasasini kelajakda rivojlantirishni maqsad qildikmi, o'z-o'zidan xorijiy tajribani olib kelish va uni asosida xorijiy investitsiyani jalb qilish. Endi qarang, mana shu jarayonni amalga oshirishda xorijiy investorlarni ham jalb qilish maqsad qilinganda va xalqaro miqyosda hamkorlikda xalqaro loyihalar tayyorlash, grantlar tayyorlashda bular ham o'z-o'zidan demak investitsiyani jalb qiladi. Qo'qon universiteti Andijon filiali 3-renessansning munosib kadrlarini maydonga olib kirish yo'liga chiqdi. G'oyani kuchga, ilmni natijaga aylantirayotgan xususiy oliy ta'lim muassasasini tanlayotganlar ko'p. Mana shuning o'zi baho.